Salom do'stlar, bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan Ton Smart sayt haqida gaplashyapmiz. Video davomida sizlar bilan birgalikda qanday qilib pul ishlash va bu pullarni qanday qilib yechib olishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Barchasiga o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Xo'p, hammasini o'rganishimizdan oldin eslatib o'taman, bu saytga kirish uchun siz ko'rib turgan videoyingizni pastga opsiyasi yoki kommentariyasiga kirsangiz qadoqlab qo'yaman, ya'ni boshida turadi. Ro'yxatdan o'tish uchun deb silka qoldiraman. Silkani ustiga bossangiz saytga kirib kelasiz. Ya'ni xuddi shu ro'yxatdan o'tish oynasiga. Ya'ni Ton Smart saytida email orqali, telefon nomeringiz orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Misol uchun birinchi yo'lakka emailingiz yozasiz. Ikkinchisiga akkauntingizga kirish uchun parol o'ylab topasiz. Uchinchisiga bo'lsa pul yechib olish uchun kerakli bo'ladigan ikkinchi parolni, ya'ni boshqa parol o'ylab topasiz. Bu yo'lakka esa mana shu 788 707 kodini terib o'tishingiz kerak va registr tugmasini ustiga bosasiz. Endi men o'zim akkauntimga kirib olaman. Xo'p, saytga kirganimizda bizga sayt haqidagi ma'lumotlar ekranimizga chiqib keladi. Rus tilida bemalol buni screenshot qilib Google Translate orqali tarjima qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, buni zakrit tusiga bosamiz. Xo'p, bizga qanaqadir sandiq beryapti va biz $1.16 yutib oldik. Siz ham sinab ko'ring, siz qancha yutib olar ekansiz. Kommentariyada yozib ketasiz qancha yutganingizni. Xo'p, endi asosiy bo'limga o'tsak, sayt ko'rinishi xuddi shu tarzda bo'ladi. Ya'ni Ton kriptovalyutasiga asoslangan holda ishlaydi. Bundan tashqari siz boshqa kriptovalyutalarni onlayn tarzda, ya'ni hozirgi ayni vaqtdagi narxlarini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda barcha kriptovalyutalar mavjud, ko'rib chiqishingiz mumkin albatta. Ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar berilyapti, ya'ni Ton Smart sayti haqida. Xo'p, mini bo'limiga o'tadigan bo'lsak, pastdan o'ngda. Xo'p, hozirda men $10 pul solgan edim va $1.16 ishlab topdim. Ya'ni korobkaning ichidan chiqardim. Sizda ko'proq pul chiqishi mumkin. Pulni solish uchun перезарядка, ya'ni chap tomondagi ko'k tugmani ustiga bosamiz. Bu yerdan o'zingizga qulay bo'lgan xohlagan bitta kriptovalyutangizni tanlaysiz. Masalan uchun men Trak20, ya'ni birinchisidagi yo'lni tanladim va bu yerdan mana shu chiqqan adresni kopirovat tugmasi orqali kopirovat qilib olib, mana shu adresga $10 ni yubordim. Ровно $10 va пополнение завершение tugmasini ustiga bir marta bosgandim. 2-3 soniya ichida mana shu Ton Smart akkauntimdagi shotimga pullarim qo'shildi. Endi bu pullarni qanday qilib ko'paytirishimiz mumkin? Buning uchun количественный оценка, ya'ni pastdan ikkinchisiga kiramiz va bu yerda biz har 24 soatda bir marta bitta tugmani ustiga bosgan holda, ya'ni o'rtadagi ko'k tugmani ustiga bosgan holda kunlik daromadimizni olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz bir kunda 1.62 sent ishlab oldik, ya'ni $1.62. Bu yomon emas do'stlar, ya'ni bu saytdagi robot siz o'rningizga savdo qiladi. Siz shunchaki investitsiya qilasiz va savdo robot tomonidan amalga oshiriladi. Undan tashqari siz ko'proq pul kiritsangiz, ko'proq daromad olishingiz mumkin degan meni maslahatim. Agarda risk qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, kamida $10 dan boshlaganingiz yaxshi. Xo'p, endi ko'rib turganingizdek, bu yerda vaqt ketyapti. Men ровно 24 soatdan so'ng yana bir marta aylantirib pulni ishlab topishim mumkin bo'ladi. Endi u pullarni biz har kun davomida har kuni yechib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, endi chap o'ng tomondagi отзывать tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Xo'p, bu bo'limga kirganingizdan so'ng sizlarda Trak20 va BIP20 orqali yechib olish imkoniyatingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, Trak20 da minimal yechib olish $50 ekan. Bu juda ham ko'p. Bu summada ko'pincha katta summa kirgizib turib ishlaydiganlar foydalanishi mumkin bo'ladi. Biz bo'lsa BIP20 ga o'tamiz. BIP20 da bo'lsa ko'rib turganingizdek minimal pul yechib olish $1 ni tashkil qilar ekan. Endi birinchi yo'lakka biz qancha yechib olishni xohlaymiz, shuni yozamiz. 1.62. Ikkinchi yo'lakka bo'lsa biz BIP20 adresimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Buni qayerdan olasiz? Siz xohlagan kripto kashlogingizdan yoki birjalardagi kashlogingizdan olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bu narsalarni tushunmasangiz, siz bemalol opsiyada yoki kommentariyada qadoqlangan Telegram kanalimizni silkasiga kirib, silkamiz orqali Telegram kanalimizga o'tib, u yerdan adminimizni topib, adminimizga savol bersanglar, sizlarga o'rgatib qo'yishadi. Uchinchi yo'lakka bo'lsa, ikkinchi o'ylab topgan parolingiz, ya'ni pul yechib olish uchun o'ylab topgan yangi parolingizni yozib o'tasiz. Bularning barchasini to'ldirganingizdan so'ng подтверждать tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Вывести успех, ya'ni yechib olish amalga oshdi. Ya'ni bizdan pul yechildi. Hozir bir necha daqiqa ichida bizga pullarimiz yetib kelishi kerak. Undan tashqari men boshqa ma'lumotlar bilan tanishtirib chiqaman. Bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar kirib o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Yuqorida siz programmasini yuklab olishingiz, tilni o'zgartirishingiz, support bilan, ya'ni saytning adminlari bilan qanaqadir tushunmagan narsalaringiz yoki muammolar bo'yicha savol-javoblar berib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, пригласить друзей bo'limi eng muhim bo'lim. Bu bo'lim orqali siz do'stlaringizni taklif qilib, ular orqali qo'shimcha daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerga kirasiz va sizga silka beriladi, kopirovat qilib olasiz va bu silkani do'stlaringizga yuborasiz.
do'stlaringiz mana shu ссылка orqali ro'yxatdan o'tishsa, sizga referal hisoblanishadi va ular kirgizgan pul va qilayotgan daromadlariga qarab sizga qo'shimcha pul to'lanadi. Ya'ni siz qo'shimcha insonlarni chaqirib, saytga odam ko'paytirib, ya'ni o'z hissangizni qo'shganingiz uchun sizni rag'batlantirishadi va qo'shimcha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi esa men hozir Binance birjamizga kirib, u yerda kashlogimni tekshirib ko'raman. Pul tushdimi yoki yo'q. Обновление qilib olamiz. Yuqorida bizga xabar kelgan, xabarni tekshiramiz. Ya'ni bu pul tushgani haqidagi xabar bo'ladi albatta. Ko'rib turganingizdek, bizga oxirgi tushgan pul $1.62. Mana ko'rib turibsizlar, $1.62 hozirning o'zida tushirib berilgan bizga. Mana o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, sayt 100% to'lovda. Xohlagan insonlar risk qilib ishlab ko'rishi mumkin. Sizlar bilan Diyorbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib, obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.